Assalomu alaykum azizlar, YouTube kuzatuvchilar, hammangizga xayrli kun. Xudo xolasa mana kuz faslida ishlarimizni yana boshlab oldik. Tayyor begomislarimizni o'z klientlariga yetkazmoqdamiz. Hozir mana Chorsu gul bozoriga 5 tonna mana qopli begomislarimizni tasarruf qilmoqdamiz hamda upakovkalarimiz ham bor. Mana 05 razmerli elaklarimiz. Mana mayin holatda 1 yil davomida Kaliforniya chuvalchang'idan hargazdan o'tgan holatda qo'yib chiqqan har qanaqa o'simliklarga bemalol foydalansa bo'ladi. Hosildorlikni oshirib beradi, ekilgan tuproqni ham namligini me'yorida ushlab beradi. Mana hozir gul do'konlarga yana upakovkali tayyor gruntlarimiz bor. To'ydagi gullarga bemalol foydalansa bo'ladi. Tayyor qorishmamiz hamda begomislarimiz. 10 kilolik 20 litr hisobida. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab hamma joyga dastavkalarimiz mutlaqo tekin.